Asadbek ukamiz chiroyli niyat qilib oshnalarini to'yda ko'rib Rustam Ali Shomiy ansambliga havasi ketdi. Xudo xolasa pashti bir 20 kun oldin zakaz qilgan, qo'ldan kelgancha xizmat qilib beramiz. Endi mehmonlarga xush kelibsizlar deyish uchun to'y boshimizni akalari bilan taklif qilamiz ekan. G'ofurjon tog'a akalari bilan G'ulonjon tog'a bitta chiqib kuyov bolaga chiroyli niyat bildirasiz. Xush kelibsizlar deb qo'yasiz. Mana shu yerda mehmonlar qarab turishibdi. Bu to'y har kuni bo'lmaydi. Chiqib bir og'iz mehmonlarga xush kelibsizlar deb o'g'lingizni nikoh to'yi bilan bitta tabriklab qo'yasiz. Davrani kengroq oling, to'y boshchilariga navbatda beramiz ekan.